حياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun Sura Al-Imron'ninki 147 oyatiga keldik. Ilgirki oyatlarda Uhud jangida musulmonlardan ketib qolgan ba'zi xatoliklar haqida va buning natijasi, xatolikning natijasi va bu yo'lning prinsiplari mu'min sepininki sap bo'lgan holda ilohiy manhajning tamsil qilinganligi. Agar shunda saplik bo'lmay, sapda masala ko'rilsa, yo'ldan chetnisa, o vaqtda insonlik sifati bilan o'rtaga tushib qolganligi, qarshi taraf bilan elishgan, kurash qilayotgan mazgildagi holat o vaqtda ilohiy tamsilchilik sifatida emas, insonlik sifatida bo'lganligi va bu holatda yengishning bo'lganligi haqida so'zlab o'tgan to'q va musulmonlarningki shu vaqtdagi xatoligi tufaylidan uçurgan bazı mağlubiyet haletlerini sözlep ötken tok. Hem de hakiki müminninki şu hatalıklardan kenki ifadesi süptüde Allah subhanahu wa ta'ala 147. ayette manda şekilde bizge bildirvatıdı. Devatıda estaizu billah. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Ularning şu vaqtda deydigan so'zi mu'minlarningki faqat nima desa, ey Robbimiz bizni mag'firat qilsizlar gunohlarimizni va ishlarimizdagi haddimizni oshgan taraflarni mag'firat qilsizlar, bizning qadamlarimizni maydonlarda mustahkam qilsizlar, bizni kofir qavm ustidan g'alaba qildirsizlar, bizga yordam bersizlar degan mazmunda bo'ldi. Xuddi oyat davatqini bir o'tkazgan jinoyatning natijasida erişken akıbet, netice, Müslümanlar bu neticenin asli sebebini kallısda his qilgandek. Kallısda his qilgandek, meydek ahval. Hani bu jangda Müslümanlar herib, charchidi, nurg'un xafalik o'shirdi, musibatlarga o'shirdi. To'g'ri, ajizlashmadi. Bu jangning ichida bo'lgandan keyin bizning kallamiz qildigan narsa, ey Allah bizga yordam bersizlar. Bular. Chunki jang qilyapti, jangning ichida shu vaqtda. Jang qilayotgan bo'lgandan keyin bir xillikqa insonni nima deymiz? Biz jang qilyapmiz-ku, bizga yordam bersizlar deydigan bir xil tuyg'u insonchilikda insonning kallasi qildi. Bu asli deyilish tegishliki bizning insonlik nuqtamizdan. Ammo haqiqiy mu'minlar nima deydi desa, mushu hozirgi holatdagi uchragan ba'zi mag'lubiyat ko'rinishlari bazı selbi neticelerninki sebebini birinci qadamdan mu'minlar tunup yetti. O olsun nimo dese insan üzünü yani unutmagan müddetçe, yani insan Allah'ını unutmagan müddetçe Allah insanını üzüge taşlap koymaydı ki. Kaçan insan şunda Allah'ını unutursa, Allah'ını unutuş diginimiz bu yerde şu bir prensipli ya bir işlerini kılıştı ki, prensipten şunda alam çetnese, ya üzünün küçüğü şunda alam işinip kalsa, ya asli maksatten şunda alam taysa, andikin Allah insanını taşlap koydu iken, kıla, üzün çaklap kıl. O vaxtta da üzümüzün küçüğü ortaya çıkdı iken, üzümüzün küçüğü kançılık, belki yenişimiz mümkün, belki mağlup oluşumuz mümkün. Müminler muşu noktını birinci qadamdan tunup yetti. Şun aşka birinci qadamda asli hatalıqqa qaytdı ki Rabbana mesela Rabbana g'fir lana bizning gunohimizni, yani bizning xatoligimizni, chatniganlarimizni, teyilganlarimizni, xato idiyimizni, xato nishonlarimizni kechirsinlar. Bu mu'minlarning birinci qadamdagi gap bo'ldi. Endi oyatdagi Rabbana ifodasi yana bir diqqatimizni tortadigan ifoda. Ey Allah demey, ey Rabbimiz demiş qadisa bendulan. Allah'ның alaqası uluhiyetten ilgili rububiyettir. Uluhiyet degan vazifa degan gap. İlahlık, Allah na'bud, bende ibadet kılıdı, Allah buyuruyordu, bende kılıdı degan gap uluhiyet.
Rububiyet degan nima desa, buningning oldidagi bir aloqa. Ya'ni insonni yo'q yerdan paydo qiladi. İnsan ashu vazifa buyruqlarga loyiq bo'lishdan ilgirila insonni Alloh subhanahu va taolo turli ne'matlar bilan yashitdi. Mayli mu'min bo'lsin, mayli kafir bo'lsin, insonlik bandilik nuqtadan Alloh bilan bo'lgan rububiyetdagi aloqa biroz ilgir bo'ladi. Şoňaşqa köp hallarda şu aciz noktalarda, hatalar ötközgen noktalarda nimde hitap qilish eng muvaffaq. Rabbana, bizning Rabbimiz, biz yo'q vaqtda bizni yaratgan Rabbimiz. Biz asi vaqtda gunohimizni kechiradigan Rabbimiz. Biz aciz vaqtda bizga noz ne'matni beradigan Rabbimiz degan ifade bo'ladi qarindoshlar. Yani bizning başdan işlerimizga özlü egitdir. Bundan keyin işimizga sir ega olsa degan ma'no Rabbana'nın özü dillam qana qiladi chiqadi. Şoňaşqa bu yerda Rabbana'nın qo'llanishi biroz bu ma'nolarni, cho'naq ma'nolarni o'z ichiga oladi deb qarashimizning sababi shu. Ondan keyin oyatdagi Rabbana g'fir lana zunubana, bizning gunohimizni kechirsizlar degandan bayatni deganimdek bir narsani his qildiki shu vaqtdagi mu'minlar cho'qim bizga yetgan har qanday bir xafiliq biz o'tkazib qo'ygan bir gunoh tufayli ağan hata qadam tüpeyli, çetnigen, prinsipini çetnigen bir çetnişimiz tüpeyli boldu, bunu keçirsizler. Zamb, zunubena günahimizle tercüme kıldım. Arapçadaki asli manisi, ahırsı va, kuyruğu va, keyni va iş degan gap. Ya çünkü her qanday bir ötközgen hatalık cinayetinin cezası billiba. Eğer insan günah atalğusida kinki cezanın bağlılığını his qila olsaydı, günah ne qana qilmaydi, qilmagan bo'lardi. Andan ikkinchi nuqtaga keldik. Ighfir lana zunubana va israfana. Zunub ötközgen cinayetini ko'rsatsa, israf nima desa, haddini oshgan deb tarjima qildik ya. Inson bo'lsin, insonning har qanday xatoligi ikki xil yuz berdi. Birisi Alloh harom qilgan doiraga kirib qoladi. Bu bir xatolik, buni biz zunub, gunoh deymiz. Yana birisi Alloh halol qilgan doirada haddidan oshirib o'tadi. Buni biz isrof deymiz. Odatda Uyg'urchada isrof faqat yemak-ichmak, pul, mal dunyoga ham qaratildi, unda emas. Isrof, Arabchadagi isrof, Qur'on ifodasidagi isrof halal dairedeki haddin eşip ketişinin hemmesi neymi? İsraf. Haddin eşip ketiş israf. İkincisi insanı masiyetga çöküzdü. İnsan muşakil masiyetlerden yığılmay turup qana qılanmaydı, g'alba qılanmaydı. Mesela Allah subhanahu wa ta'ala bizge toy qilib balılık buluş prinsipini halal bir şekilde yol qilib berdi. Biz bundan halq ütüp gayrimeşru şekilde balımız olsa, gayrimeşru şekilde başkalarıyla alakamız olsa, bunun özü masiyet, meyle günah haram çıkan şekilde olsun, yoki halalda atlab ketgan şekilde olsun. Sura Zumar'da şu israf, yani haddin ish haqida qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innalloha yaghfiru zunuba jami'an. Allah subhanahu va taala shuni izohlaydi oyatda. Dangi Muhammad alayhisalom, ey bandilarim, haddin oshgan, özleriga zulm qilgan bandalarim, Allah'ın rahmetinin ümidini olun. Yani bir yerde demek çoğunu şu ki, men sizlege ayollarını halal kıldım, nimde haram olsun sizler. Sizlege ticaretlerini halal kıldım, ticaret qilib bir narsa tepip qaylisanlar, insanlar buludu. Nimde haqning qoldi ki ko'z tashlaysizlar. Agar kambag'al olsang, zakatni sana halal kıldım. Bu nima uchun haqning qulidiki, haqning haqqiga ko'z tashlaysizlar. Haqning mol mulkiga tajovuz qilasizlar va digil tursak misol ko'p-ku. Yani insan özgü belgilengen bir had daireden eşip ketken ahvalının hemmesi israf, yani haddidin qana qilish uludu, eşip ketiş uludu. Ve thabbit aqdamana, yani müminler, Müslümanlar haqqni tunup bu dinge kirdi. Lekin etrafdaki batıllar, hata işlar qana qildi, bularning sel o solga kayıp ketişige bazı bir sebeplerini görsetti. Şu haman Allah subhanahu wa ta'ala bizge yardım berişten özünü tattı. Yani yardım berişten özünü tattı diyen gap. İnsan imanının, ilahi yolunun, Rabbani menhecinin temsilcisi buluş için aşı temsilcilikki layık
bir holat shakllanishi kerak. Xatolashdi, yo'ldan chiqdi degan gap o'tamsilchilikka yaramaydi degan gap. Misal olsak, valillahil masalul a'la. Bugungi kunda cho'ng-cho'ng shirkatlarningki ba'zi shaharlarda temsilchilari bor, vakolatchilari bor. Vakolatchilarga qo'yiladigan bir shartlar bor. Mayli hozirlaydigan shu tarmoqningki bizilish o'rni, ko'lami, xodimlarning ahvoli qatorliq. Agar shuni hozirlay olsa, o vakolatchilikni biridir. Hozirlanmasa, bosh shirkatning asli nimasiga ta'sir yetkazadi deb bermaydi uni. İnsanlar o'tirib bo'layotgan ahvol bu. Endi Alloh subhanahu va taolo ziminda adolatning, haqning temsilchilari sifatida bir mu'minlarni tanlasa, o mu'minlar cho'qim o'zini mushu haqning temsilchisi qilgan zotning digini, yo'l yo'riqi ko'rsatmasdan chiqmay menish kerakki, shunda chiqib kelsa, u vaqtida temsilchisi bo'lmaydi. O vaqtida Allohdan keladigan yordam kelmaydi, o'ziga tashlab qo'ydi. Endi mashta ahvolda yuz berdi. Qanday qiladi mu'minlar tugamdi? Yo'q. Mu'minlar o'zining shu xatoligini tunib, Allohga tavba qilgan vaqtda Alloh gunohini kechirsa, haddidan oshgan tarafini kechirib etsa, ya'ni qaytadan mu'minlar Allohning yordam berishiga loyiq bo'ladi, Allohning mustahkam qilishiga nim bo'ladi, loyiq bo'ladi. Ayette ve sabbit aqdamana bizning qadamlarimizni mustahkam qilsa dedi. Bu nimaning ifodasi? Mustahkam qilish asli so'zma-so'z tushunsak, midirmay ching turish degan gap. Chang deganda midirmaydigan ish yo'q. Lekin bu yerda demoqchi bo'lgani dushmanning oldidan qochadigan holatga tushirib qo'ymizlar bizni. Jang maydonidan qochmayli, mustahkam turayli degan ma'noda bo'ladi. Amaliyotda Uhudda musulmonlarni mag'lub bo'ldi degan bir ko'rinish o'rtaga chiqqanda qilgan bilan, ammo Uhud maydonining oldikayniga obdan qarasak, mu'minlar asla Uhud maydonidan qochmadi. Jang tugadi, maydondan ketgini mushriklar oldi, maydonda qilib qolgani mu'minlar oldi. Hatto bir necha vaqt qilib qoldi. Hatto keynidan qana qildi. Qo'g'lidi dushmanningki, dushman jang maydonidan ketdi. Keynidan qo'g'lab kelganini anglab, texmi tezlashib, o'zining nimalarini tashlab qo'yib, ig'ir yemak-ishmaklarini tashlab qo'yib ketdi. Sabab nima? Shakl jihatdagi g'alaba qildi degan bir nomdan bo'lsa-mu ajrab ketgisi kelmadi. Vansurna alal qavmil kafirin. Yani kafir qavmning ustidan bizga g'alaba, yordam ato qilsa, mushuning o'zilam bir sap ayrishiladi, o'zining mu'minligini ifodalashiladi, haq maydonini ifodalashiladi. Biz ular emas degan bo'ladi. Agar mu'minlar mushu oyatga reallikda amaliy tura olsa, mutlaq g'alaba qildiganligi aniq. Shuningga Sayyidimiz Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bir dangliq mashhur so'zdan birisi bor. Nima deydi? Sizlar Allohning dushmanlari ustidan Allohga itoat qilish bilan g'alaba qilasizlar. Agar sizlar ular bilan gunohda o'xshashlab qolsanglar, ular sizdan o'zining soni va tayyorliqi, qurol yaroqlar bilan g'alaba qiladi. Ya'ni bu yerda inson sifati bilan jangga tushsak, bizning sonimiz, qurol yaroq tayyorligimiz kuchini ko'rsatsa, Allohga itoat qilish, haq yo'lning temsilchisi sifatida maydonga tushsak, u vaqtda ilohiy kuch o'zining kuchini ko'rsatadi. Ne ularningki qurol yaroq, ne odam soni u vaqtda ara tura olmaydi. Shuningga iymon bizning talab qilinadigan nima desa, avval o'zimizdagi ojizlik nuqtalarini tepib chiqarishimiz kerak. Nerede xatolaştık bunu bilishimiz kerak. Ojizlik ko'rsatdikmi? Ojizlik qalbimizga qo'rqinish kirib oldimi? Keynimizga chekinib oldikmi? Bularni biz bir ko'z oldimizdan o'tkazishimiz kerak. Mushu nuqtalar o'tkazilib ruhiy jihatdan va jismoniy boshqa jihatdan to'liq tayyorlik qilinsa, bu qolgan xatoliklarga Allohdan kechirim talab qilinsa, ya'ni mandaq tutgan vaqtda o'zimizni rus tekshirsak, o vaqtida jangdimi g'alaba va oxiratdimi buning ajri bo'ladi. Shuningga oyat oxirgi oyatda 148-oyat nima deydi? Fa'atahumullohu thawabad dunya va husna thawabil axira vallohu yuhibbul muhsinin. Alloh subhanahu va taolo ularga dunyoning savab deb oldim yerda. Dunyoning savoblarini ularga beradi, oxiratning go'zal savoblarini ularga beradi. Alloh muhsinlarni yaxshi ko'radi deydi mana ikkinchi oyatda.
Endi oyatda dunyoning savobi deb ifodalangan savob dunyodagi g'animat, g'alaba va turli narsalar bo'ladi. Oxiratning savobi shu jannat bo'ladi. Ammo bizning diqqatimizni tortgan nuqta nima bo'ldi desanglar, dunyoning savobi va oxiratning savobini ifodalagan vaqtida o'xshash ifodalamadi. Dunyoning savobi, dunyoning noz-ne'matlarini normal tilga oldi. Oxiratning kelgan vaqtda husna, eng güzel deb tilga oldi. Nima ish qilsa, dunyoda har qancha noz-ne'mat berilsin, oxiratga yetmaydi. Nima uchun yetmaydi? Chunki hamma e'tirof qilgan bir ish bor. Dunyoning noz ne'matlariga erishgan, eng mukammal erishgan odam ikki narsani qo'rqidi. Va ishga haqiqatan xoli olammaydi. Birisi ya senden şu ne'matning ketib qolishi, ya sen şu ne'matdan ketib qolishing. Bu ikki ishning birisi cho'qim bor. Dunyoda har qancha mol-mulk sahibi bo'lsin, har qancha huquq, yüz obro'y, mansab sahibi bo'lsin, ya u sendan ketadi, ya sen uningdan ketsa. Buningdan xoli emas. Mal dunyo, huquq sening erishgan noz-ne'matlaring senda tug'an taqdirda sening ketishing mutlaq. Chunki dunyoda o'lmaydigan odam yo'q. Yoki sen hayot vaqtida ular sendan ketib qol. Manda bir ishki kamchilik bor ama dunyoninki. Shu dunyoda erishgan narsang har qancha o'tib ketsin, oxiratning oldida hech narsa emas. Chunashqa oxiratdagi mukofot degandagi savobning oldiga Alloh subhanahu va taolo husna, eng go'zal degan ifodani qo'shib qo'yishning maqsadi, ifodalayotgan mazmuni mushu bo'lishi kerak. Andikin oyatning oxirida vallohu yuhibbul muhsinin. Allah ihson qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Ihson qiluvchilar degani nima? Bizlar Uyg'urchilikda ihson desa davomli bir odamga moddiy yordam bergan ihson. Asli ihson bizning diniy istilohda har qanday ishini voyaga yetkazib eng yuqori ravishda qilgan odam ihson bo'ladi. Masalan, ibodat sohasida Jibril alayhisalom payg'ambar alayhisalomdan so'radi ihson degan nima deb. Payg'ambar alayhisalom ibodatning ma shaklini ihson deb berdi. Ya'ni anta'budalloha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Allohni ko'rganda, garchi ko'rmasam Allohni ko'rib turgan bo'lg'achqa, ko'rgandek bir xil tuyg'u bilan ibodat qilish holatiga yetish muhsin. Insonda bo'lsin ihson taqvolikdan yuqori. Musulmon, mu'min, muttaqi, muhsin. Daraja mushu bo'yicha ayrilsa to'g'ri bo'ladi. Ihson insondagi taqvolikning eng yuksak tarafi. Endi bu ishilda nima bo'ldi desanglar, ma ishildagi ihson nima bo'ldi desanglar, inson butun jinini, melini sab jangga kiradi. İnsançılıkta bo'lib qolgan ba'zi xatoliklar bo'ladi. Mushu xatoliklardan Allohdan kechirimni so'raydi. Haddan oshayotgan taraflarda kechirimni so'raydi. Jang maydonida ushurgan xabliq qarta ketiliya demay, Alloh bizni mustahkam to'g'risil deydi. Kuffar ustidan g'alaba yordam bersin deydi. Mana bularning hammasi ulardagi ihsonning ifodalari. Bular mushu nuqtada voyaga yetkizib o'zining vazifasini ado qildi. Chunki bular shuni tunib yetdiki, Allohning yordamisiz insonning kuchininki hech ahamiyati bo'lmaydi. Endi oyatda Alloh muhsinlarni yaxshi ko'radi dedi ya. Biz ilgirki bir darslarimizda degan ismda sening Allohni yaxshi ko'rishing zarur, muhim, ammo uning bak unumi yo'q. Eng muhim bo'lgani nima desa, Allohning seni yaxshi ko'rishi. Vallahu yuhibbus sabirin dedik. Müşahede söz deganmiz buni. Mayli Alloh yuhibbul muhsinin dedi. Muhim narsa sen Allohni yaxshi ko'rsa, ammo Alloh seni yaxshi ko'rmasa, u ahamiyat olmaydi. Shu muhim nuqta sening Allohga suyumlik bo'lishing. Ma eng muhimi. Sen Allohga suyumlik bo'ldingmi? Dunyoda g'aming qolmaydi, oxiratda hech g'aming qolmaydi. Ma muhim qarindoshlar. Allohga mahbub bo'lmoq. Şu Qur'ondagi vallohu yuhibbu degan ifodalarga alohida diqqat qilish kerak. Alloh kimlarni yaxshi ko'radi? Bularni iz qo'g'lab tashlash kerak va shularning qatoridan bo'lish uchun tirishish kerak. Undan keyingi oyatda qarindoshlar 149-oyatda ya ayyuhallazina amanu in tuti'ullazina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Ey mu'minlar, agar sizlar kuffarlarga bo'ysunsanglar, sizlarni keyninglarga chekindiradi. Shu vaqtda ziyan tatib qaytib qolasizlar dedi. Odatda bizim peşimizden keçiryapmiz nurg'un masalalarda, imtihon sinoqlarda inson ba'zida o'zining kirgan bu yo'lning prinsiplarini unutib, o'zini yaratquchisini unutib,
insonlardan madad tilaydigan ahvollar, nijotlik umidini boshqalarga bog'laydigan bir ahvollar bo'lib qoladi. Bir insonning tarixida yoki bir millatning tarixida alohida askari tuvatidi bu yerda. Ularga itoat qilish, ulardan umid kutish sizlarga nisbatan eng xato yo'lda o'tadi oyat. Chunki sizlar mu'min, ular kuffar, bunda kafir, munofiqlar mu'minlardagi bunda bir qiyinchilik peytlaridagi ojizlikni, mayli ruhiy jihatdagi ojizlik olsun, imoniy jihatdagi ojizlik olsun, buni qana qiladi, suiiste'mol qiladi. Mushu fursatdan foydalanib singib kirmoqchi bo'ladi. Xuddi Uhud urushida imoni ojiz odamlar payg'ambar alayhisolamning o'ldirilganligi xabarini anglablan, munofiqlarning vasvasasiga tushib ketdi. Munofiqlar dedi-ya, "Endi Muhammad o'ldirilibdi sallallohu alayhi vasallam. Sizlar eng yaxshisi shu burunqi diningizga qaytib olinglar degandan keyin, imoni ojiz mu'minlar nima deydi desanglar, voy Ubay ibn Abdullah ibn Ubayning qishqa barayli, Abu Sufyonga bir nim bo'lib pasni, vasitolab pasni bizga bir aminlik bergan bo'lsa, heliktin bir azroq bir tishini anglablam, bir Rasulullohning vafot topganligi darhallam bular kirgili katak izlashdi. Mana ma shakil mu'minlarga asla bir yaqishmaydigan shakl. Esonli bo'lsin, mayli munofiqi, mayli mushriki, mayli kofirisi, mayli yahudisi, mayli nasronisi mu'minlarning asla va asla yaxshiligini o'ylamaydi. Sizlar ulardan yordam tilamanglar, yordamni iymon etgan zotdan tilanglar. Shu vaqtida sizlar nijot topsizlar degan mazmunni o'z ichiga oladi. Ondan keyingi oyatda 150-oyatda nima deydi? Balillohu mavlakum va huva xayrun nasirin. Belki Allah sizlarning eganglar, o eng yaxshi yordam beruvchi. Shu vaqtida Uhud urushida manda bir ahvolni oldik. Abu Sufyan dediki, bizning uzorimiz va sizlarning uzoringlar yo'q dedi payg'ambar vasallam. Danglar, Allah bizning egimiz, sizlarning eganglar yo'q danglar. Abu Sufyan dediki, shu kunning barabar bo'ldi dedi. Badrda sizlar yengan tan, Uhud bizda yangiq, Uhud biz yangiq dedi. Umar radhiyallohu anhu qanda javob qaytardi unga? Yo'q. Nada o'xshashiladi? Sizning uluginglar do'zax kirdi, bizning ishimizni o'ldirilgan jannatga kirdi. Qanday barobar bo'ladi? Barobarlik emas dedi. Oyatda balillohu mavlakum degan ilgirki 149-oyatdagi mazmunning to'liqlamasi. Sizlarga faqat yordam qiladigan Alloh. Deb bo'lib oyatning oxirisida va huva xayrun nasirin bir ifoda olmaydi. Alloh yordam beruvchilarning eng yaxshisi deb bir ifoda qo'llandi-ya. Shakli ko'rinishda bizga yordam beradiganlar chiqadi. Yuzaki yordam. Mayli o unamda yordam beradi, bunamda yordam beradi. Ammo hammasi bu nuqtada mutlaqo o'zining bir manfaatini asos qiladi. Ne o'tib qolsa, seni setib etadi. Bu yerda xolis, sana haqiqiy kuyunib, haqiqiy yordam beradigan bir nomzod va u o'simi Alloh subhanahu va taolo. Shunga va huwa xayrun nasirin. Allah yordam berguchilar demadi. Yordam berguchilarning yaxshisi degani qolganlarning sizlar yaxshilik qilmaydi. Balkim insonchilikda biz u davlatning yoki bu davlatning, u jamoatning, bu jamoatning yoki u tashkilotning, bu tashkilotning oldiga berishimiz mumkin. Bizga yordam berish, bizga yordam talab, bizga unda qiling. Aslında masala o'zimizni kuchlantirgan vaqtimizda, jang maydonining prinsipini tushungan vaqtimizda, to'lib toshgan iymonga to'lgan vaqtimizda, ya'ni haqiqatning tamsilchisi bo'lgan vaqtimizda Alloh bizga yordam beradi. Allohning yordami eng xolis, eng muxlis, eng ishonchli yordam. Undan boshqalar sizlarga yuzaki yordam berishi mumkin. Yuzaki yordam berishi mumkin. Ondan keyin Alloh subhanahu va taolo masalaning qandaqligini so'zlab kelib, manda davatida qarindoshlar. Meyada Alloh eng yordam beruvchi deya, buning aniq ifodasi. Ya'ni sizlar haqiqiy iymon etsanglar, haqiqiy bu yo'lda tursanglar, manda ahvol bo'ldi. 51-oyatda sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa maswad zalimin. Biz kuffarlarning qalbiga qo'rqinishni tashlaymiz. Ular Allohga Allah hech hujjat paket tushamagan narsalarni keltirganlik sababli ularning joyi do'zax, u zolimlarning oqibati o'rni nihoyat yomon joy deydi. Endi ularning qalbiga qo'rqinish tashlash degan ifodaning bir misoli shu Uhud urushida Abu Sufyan o'zini yangdi, g'alaba qilg'uch deb qaradi qaranglar. G'alaba qilg'uchda o qadar bir ko'ranglik bo'ladi-ki, dastlab chaylab tipiltini qurdi talaydi asli. Jang maydonida o'zining g'alabasini tantana qiladi asli. Madinaga kirdi asli.
Lekin g'alaba qildim degan bechoralar shu vaqtda qanday qildi? Uhud maydonida turolmay ketdi. Hamraul Asad degan joyga Madinaga kirmadi. Hatto Muhammad büyük bir qo'shin bilan keldi. Madinadan yordamchi qo'shin keldi, jangga qatnashmagan degan bir gapni anglagandan keyin darhol qochdi. Buning o'zining ifodasi bir g'alaba qilgan odamdagi qo'rqinch ifodasi. Ma'vo oyatdagi sanulqi degan fi'lning asliga qarab baqqanimizda tashlash ifodasi arab tilidagi asl ifodalaydigan mazmuni mana moddiy bir narsani qanday qilish tashlash bo'ladi. Alqaning ma'nosi. Masalan sura A'rofda bu fil qo'llangan. Va alqal alwaha va akhadha bi ra'si akhihi yajruhu. 150-oyat sura A'rofniki. Musa alayhissalom Alloh tomonidan aytilgan taqduniyaga tashladi. Yana bir sura Shuaroning 44-oyatda Musa alayhissalomninki bilan nimaga tushgan qarshi musobaqaga tushgan sehrgarlar masalasida fa'alqaw hibalahum wa asiyahum ular og'amchini tashladi. Haliqi Musa alayhissalomning anasiga bir vahiy kelgan bir nimba vaqalik va sura Qasasda 7-oyatda deydi fa iza khifta alayhi Musa alayhissalomdan ansirsang fa'alqihi fil yam uni dengizga tashla. Yuqorqi oyatlardagi hammasidagi alqa yulqi fi'lisi amaliy moddiy bir narsani tashlash ifodasini ko'rsatdi. Endi bugungi kuffarning qalbiga qo'rqinish tashlash degan oyatdagi bu tashlash qanday tashlash anda bo'lsa, bayatni dedik. Alqa yulqi moddiy tashlash, ma qo'rqinish degan ma'naviy narsa. Bu nima desa, oyatdan bizga chiqqani shuki, bu qo'rqinish o qadar qo'rqinchki, real amaliy ta'sirini qanaqa qiladi ko'rsatdi. Qo'rqiblam qolmaydi, real o'zining nimani ko'rsatdi, ta'sirini ko'rsatdi. Kuffar mu'minning oldida mag'lub bo'g'udek darajada, qochqudek darajada, bechoraog'udek darajada qalbga qo'rqinch qanaqa qiladi. Har narsadan qo'rqadi deyotdi. Bunda bir narsa qo'rqib, ammo bir narsa o'zgarmasa u boshqa. Masalan, qo'rqdim reallikda hech narsa o'zgarmadi. Bu cho'ng ta'siri yo'q. Ammo kufrning qalbiga tashlanganida qanday qo'rqinish desa, buning butun filollarga ta'siri ko'rsatadigan. Uning mag'lubiyat ifodasini epkiladigan qo'rqinch. Qo'rqinch anda oddiy qo'rqinch emas. Oyatda yana bir bizning diqqatimizni tortadigan yana bir nuqta qarindoshlar, sanulqi ifodasi. Biz tashlaymiz deyotdi. Mushuni munosabat bilan bir tushuntirib qo'yay. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolaninki buyukligini ifodalaydigan o'rinlarda Alloh ko'plik shakl ishlatadi. Biz degan ifoda. Masalan, Qur'oni Karimni biz tushundik, biz saqlaymiz. Inna nahnu nazzalna zikra va inna lahafizun. Ko'plik shakli. Ammo Alloh subhanahu va taolaninki zotini ifodalaydigan o'rinlarda birlik shakl qildi. Inni analloh degan shaklda. Ammo azamat ne'matning yoki azobning buyukligi, ya ne'mat buyuk, ya azob buyuk, menda bir shakllarni ifodalamoqchi bo'lsa, Allohningki qahhor, jabbor tarafi, Allohning Rahman, Rahim taraflarini ifodalamoqchi bo'lsa, u vaqtda menda birni ko'plikni ifodalaqi, kattılıkni, buyuklikni, meselenin addiy emasligini ifodalash uchun ko'plik shakl qildi. Xuddi inna anzalnahu fi laylatil qadr degan oyatlardagiga o'xshash. Endi nima deb ularga qo'rqinch tashlaydi qalbiga? Alloh subhanahu va taologa nima foydasi bor desa, asli Alloh subhanahu va taolo ularning qalbiga qo'rqinch orqali Alloh bir narsa kelmaydi. Ammo masala ular shu qo'rqinchga loyiq bo'lgan kishilar. Nima uchun loyiq? Oyatning oxirisidagi bima ashraku. Alloh subhanahu va taologa shirk keltirganlik sababidan. O shirk keltirgan narsa hech narsaga foydasi yo'q, ziyni yo'q narsalar, balki ziyni foydasidan ko'p narsalar, ziyni foydasidan ko'p. Ham uning ustiga bularning hech bir bu narsalarni Allohga shirk keltirishda pokiti yo'q. Ya'ni Allah subhanahu va taolo oyatning oxiri tarjima qilgan vaqt balki diqqatni tortgan bo'lishi mumkin. Malam yunazzil bihi sultana degani Alloh tomonidan tushirilgan hech bir paket delil yo'q. O'zining xohishi, havoyi havsillalloh Allohga shirk keltirdi. Mushu shirk keltirganligi sababli Alloh bularning qalbiga qo'rqinch tashladi. Endi oyatdagi sulton bizning Uyg'urdagi sulton emas-da bu. Arabchada sulton degan
ikki xil ma'nosi bor. Birisi kuch, quvvat, bu amaliy huquqni ko'rsatadi. Yana birisi hujjat, dalil, faktni ko'rsatadi. Masalan, sura Ibrohimning 22-oyatida iblis mushrik ifodani qo'llanadi. "Ma kana li alaykum min sultan illa da'awtukum." Qiyomat kunisi insondan shunda tanidiki bu iblis, "Mening hech qanday kuchim yo'qdi, faqat sizni chaqirdim, sizlar keldinglar, fala talumuni va lumu anfusakum." Menga malomat qilmanglar, o'zingizga malomat qilinglar degan shaklda. Yani sultan, muş güç iki xil oldu. Birisi amaliy bunda besimlik güç. Ani qilsa, mani qilsa gunoh ma'siyatni bu güç. Yana birisi delil pak bilan qanoat qildirib, bir ishni qildiradigan güç. Bu ikkisining qaysi bakroq kuchliq desa, hujjat pak kuchi eng kuchli. Chunki birovni amaliy kuch orqali majburlab bir ishni qildira olishing mumkin, davomlashtira olmaysan. O ko'ngildan chiqib qilmaydi uni. Ammo dalil fakt orqali qanoat qildirib, ko'nglidan kallasidan o'tkazsang, masalani o'zligidan qilib ketalaydi. Ana shayton qiyomat kunisi ashta kelib, "Mening sizlarni gunohga majburligidek bir kuchim yo'qdi va qanoat qildigidek dalilim yo'qdi. Shunda meni qildidim, men ko'ngildim, chaqirdim, keldinglar. Endi o'zingizga malomat qilinglar" degan mazmunni oyatdiki. Ma oyatdiki Allah sultan çömigen degan gapmi nima desa, sultan degani dalil pakni ko'rsatadi. Alloh subhanahu va taolo hech qanday bir dalil pak bilan shirkni durust qilgani yo'q. Bu mushriklarningki Allohga shirk keltirgan ishlarga qarata dalil pakmi yo'q. Yani batıl bir ahvol demakchi. Mushu batıl ishlarga tushganligi tufaylidan Alloh subhanahu va taolo bularning qalbiga qo'rqinch tashlaydi. Oyatning oxirida va ma'wahumun nar va bi'sa maswaz zolimin. Ularning joyi do'zax bo'ladi, zolimlarning joyi nima degan yomon. Ma'va degan asli berib to'xtaydigan yanim bo'ladi, ma'va bo'ladi. Mesela bir adam bir pana izlab, mesela eng oxirida inson o'zining uyiga kelib to'xtaydi, odatda uyda. Shunga o'xshagan bir adam o'rin izlab, eng oxirida berib to'xtaydigan ya ma'va bo'ladi. Ya'ni demak, cho'g'ini oyatdan chiqadigan mazmun shuki, bunning undan boshqa ikkinchi o'rni bo'lmaydi. Va bi'sa maswaz zoliminki, zolimlarning bu o'rni nayt yomon. Ya'ni bundan chiqish yo'q, ko'chash yo'q. Endi dunyo o'xshamaydi, qiyomat o'xshamaydi. Dunyoda bir yerda tursak, bir yerga ko'chsak, yana yerdan ko'chash ehtimolimiz, ammo oxiratda o'sha badonmu yerdan boshqa ketish yo'ling yo'q. Shuning bilan bugungi darsimiz mushahada vaqt bilan oxirlashdi. 151-oyatda inshaalloh kelasi oyatlik darsimizda 152-oyatdan boshlaymiz. Kelasi oyat ko'rishgacha hammanglarni Allohga omonat qildim. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.